Dunyo so'z bilan yaralgan va bugungi kunda ham keyin ham so'z bilan boshqariladi. Allohim insonga eng buyuk ne'mat, aql, idrok, tafakkur va so'z bergan. Va shu bois biz siz bilan hozir suhbatlashyapmiz, gapiryapmiz. Xo'sh, ne sababdan men so'zdan boshladim? Sababi ko'p yillar jurnalist bo'lib ishlaganman, ommaviy axborot vositalarida. Ayni holda Farg'ona davlat universiteti filologiya fakultetida tojik tili va adabiyoti fanidan dars beraman talabalarga va shu bilan birgalikda viloyat milliy madaniy markazi rahbariman va mana shu mening asosiy qirolim bu so'z. Va agar so'zni erkinligi ta'minlamas ekan, so'z erkinligi konstitutsion asos bilan mustahkamlanmas ekan, bu jamiyatda ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va umuman oddiygina insoniy adolatni ham ta'minlash iloji yo'q, imkoni yo'q. Men yangi O'zbekistonni yangi konstitutsiyasining loyihasi bilan tanishdim va bir narsa meni quvondi. Jurnalist sifatida juda uzoq yillar orzu qilib kelgan maqsadlarim mana shu loyihada ro'yobga chiqibdi. Ya'ni so'z erkinligini haqiqatdan qonun bilan, bosh qonun bilan ta'kidlash. Va masalaning ikkinchi tomoni ham bor. So'z erkinligi berilgan. Ammo har qanaqa erkinlikni chegarasi bo'ladi. Har qanaqa erkinlik nisbiy. Masalan, so'z erkinligi nima? Qachon buziladi? Qachon biz shu erkinlik konstitutsiya belgilangan hududdan nari o'tamiz? Qachonki bizni aytayotgan so'zimiz, bizni yozgan narsalarimiz yo ko'rsatuvlarimiz yo berilayotgan axborotimiz yo qilinayotgan ma'ruzamiz inson manfaatlariga qarshi bo'lsa. Konstitutsiyamizda mana shu holatlar ham aniq belgilab berilgan. So'z mas'uliyatini his qilishimiz kerak. Chunki hammaguna imkoniyat, hammaguna imtiyozni ortida mas'uliyat turadi. Sababi bitta so'z bilan olamni guliston qilish mumkin. Bitta so'z bilan olamni vayrona qilish mumkin. Chunki bu so'z ilohiy qudrat. Uni muqaddasligini, uni mas'uliyatni hamisha sezishimiz va anglashimiz zarur. Men butun oila ahlim bilan, jamoam bilan Xudo xolasa 30-aprel kuni referendumda qatnashaman. O'zimni baxtim uchun, o'zimni kelajagim uchun ovoz beraman. Men kelajagimga befarq inson emasman. Kelajagimni belgilab beradigan O'zbekiston Respublikasi, vatanimning konstitutsiyasiga ham befarq bo'la olmayman, befarq emasman.